xodimga nisbatan o'rtacha oylik ish haqining 50% gacha bo'lgan miqdorda intizomiy jarima qo'llash haqida bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring, buni men sizga batafsil tushuntirib beraman. Demak, do'stlar, intizomiy jarimani miqdor bo'yicha ikkita turga ajratib olsak bo'ladi. Ya'ni birinchisi o'rtacha oylik ish haqining 30% gacha bo'lgan miqdorda va ikkinchisi esa o'rtacha oylik ish haqining 50% gacha bo'lgan miqdorda intizomiy jarima. Mehnat kodeksining 312-moddasida o'rtacha oylik ish haqining 50% gacha bo'lgan jarima agar ushbu tashkilotning ichki mehnat tartib-qoidalari ko'rsatilgan bo'lsa, qo'llash mumkinligi belgilangan. Agar tashkilotda ichki mehnat tartib-qoidalari bo'lmasa yoki bunday hujjat bo'lsa-yu, unda 50% gacha, ya'ni 31 dan 50% gacha jarima qo'llash mumkinligi belgilanmagan bo'lsa, bu tashkilotda intizomiy jarimaning eng yuqori miqdori o'rtacha ish haqining 30% gachadir. Agar ish beruvchi xodimga nisbatan 35, 40 yoki 50% gacha jarima qo'llamoqchi bo'lsa, albatta ichki mehnat tartib-qoidalariga qarash kerak bo'ladi. Agarda sizga ushbu buyruqdan namuna kerak bo'lsa, biz uni Telegram kanalimizga joylab qo'ydik va ushbu videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.